men qasam ichib aytayotgan narsani ehtiyot qilib saqlab qolinglar. Birinchisi, banda qilgan ehson sadaqotlari bilan moli kamaymaydi. Men qasam ichib aytaman deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qilgan ehsoniga sadaqasini berayotgan bo'lsa, bergan ehsoni kamayib qolmasligiga men qasam ichaman deyaptilar. E'tibor beringmi? Demak, oilaga, bola chaqaga, qavm qarindoshga inson hadiya ehson qilayotgan bo'lsa, meni pulim tugab qolyapti demasin, tugamaydi ekan. Ikkinchisi, bir bandaga birov zulm qilgan bo'lsa, zulm qilingan bo'lsa bandaga, shu qilayotgan zulmiga banda sabr qiladigan bo'lsa, Alloh jalla va ala sabri tufayli unga azizlikni Alloh ziyoda qiladi. Men bunga qasam ichib aytaman. Birovga yomonlik qilyapti-da. Shu yomonligiga sabr qilyapti. Alloh ko'rib turibdi, Alloh bilib turibdi. Men haqligimni Alloh biladi.